Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz obunachilarimiz. Mana akamiz Oltiarada ketdi, Ramjon akam. O'zi bular oldindan olib ketgan, uni syomka qilmagan ekanmiz. Mana buni syomka qilamiz, xudo xolasa. Mana bugun 22-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa mana akam olib borib syomkani tashlab yuboradi bizga, uni ham sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Akam mana ikkinchi marta ishlanib kelyapti, odamlarga ishonish uchun qilamiz. Akam yo'q, xudo xolasa keyingi safar 200 litr bonus qilib uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ramjon aka, sen nima deb qo'y. O'tgan yili akamdan olib ketgan edim. Haqiqatda 100% javob garanti ekan. Men tan berdim bu nimaga. Uzumga olib borib soldim, foydasini bildim. Hech qanaqa bitta aldov, yolg'on gap yo'q ekan. Adam mineral o'g'itda yaxshimi ekan? Shunday Yaxshi ekan, yaxshi ekan. mineral o'g'itini Silitrab Amapostdan ko'ra men shuni afzal ko'rdim. Shuni o'shaning Oltiardan kelib olib ketyapman, zo'r ekan. azizlar, xudo xolasa Mana mashinada o'tib qo'ydik. Salapanga o'rab 300 litrcha shu yerda bor. 100 litr oldim mana. Mana 100 litr olib ketdi. Mana odamlarni ahamiyat bergani qarang. U publikani ko'rdinglarmi? Salafon olib kelgan odamlar. Joydan sharoit topyapti, joydan. Nimasi 10 litrli pakalashga olib kelibdi shuni ham. Anaga sharoit qilyapti. Odamlar qo'lida turibdi, dorini yuradi. Jigar siroz qayerga kelib chiqadi deyman men o'shancha. Jigar siroz mana shunaqa ximikat orqasiga kelib chiqadi. Ichida turgan dorini tuzalish uchun ichida turgan dorini ichida ham nitrat bo'ladi. Nitrat degani zarar narsa degani. Shuni yaxshilab tushuninglar. Hammasi ham foyda emas. Hammasi foyda emas. Ichida turgan suvni tuzalish uchun ichida turgan tabletkaning 80% foyda bo'lsa, 20% ziyon. Jigarga ziyon bo'ladi. Jigar quriydi, sen jigar siroz bo'lasan keyin. Mana shunday ko'rsatdik, hammasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. O'tgan yili o'sha Yangi Qo'rg'on tomonga borib, o'sha tog'adan Biegomusdagi suyultirilganini olib kelgan edim. Quygan edim uzumlarga, mana rizamat uzumlar hammasi ko'milgan, hali ochilgani yo'q. Endi ochamiz, hali bugun 8-fevral. Olib kelib, o'tgan yili quyib foydasini bilganman. Hozir mana shu 10 litrni 3 uzumga quyib qo'yyapman, bir xilda qilib bo'lib. Mana Aylantirib, tomirini ochib kuylar ekanda. Quyib, mana ko'p qo'yilaveradi, bo'ldi, turaveradi. Mevalarga qanday ta'sir qilgan? Mevalari vahla qizargan, donlari katta bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Kalta surishlari. Kalta surishlari ham juda zo'r bo'lgan. Chiqilib foydasini bilganim uchun olib kelib mana quyyapman. Boshqa dori solganim yo'q, mana shu o'zi yetyapti. Foydasi bor ekan. Kanal kuzatuvchilariga nima tavsiya berasiz? Endi Olib quysa albatta foydasi bor ekan. Ishonmasalar o'zlaring bir jichcha olib kelib bitta bir ikki tutga sinab ko'ringlar. Sinovga. Hech qanaqa bir bu odamni oson nimaga ko'tarish maqsad emas. Borini aytyapman. Bitta yolg'on, hech qanaqa yolg'on aralashgani yo'q. Foydasini bilganim uchun olib keldim. Bo'lmasa olib kelmasdim, boshqa nima qilaverardim, o'zim yo'limni qilaverardim. Ammo yaxshi, zo'r bo'lar ekan. Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Mana xudo xolasa bugun 16-yanvar 2026-yil, mana fevral. Ramjon akam yana keldi, mana aytganimizni aytamizga binoan 22-yanvar kuni olib ketgan edi, shamol sovuq kun edi. Yana keldim. Yetmagan joylarga quygani foydasi zo'r. Olgan odam hech qachon zarar qilmaydi. Faqat foyda qilsa qiladiki, zarari yo'q bu. Mayda ko'chatlarga ham yaxshi bo'lar ekan. Kichkina ko'chatlarga. Har qanday daraxtga foydasi bor ekan. O'zi meni YouTube'da kanalimga kirsa, hammasi ko'rsatib qo'yaman. Juda ko'p narsani isbotlab qo'yganman. Siz ishonarli bo'lish uchun uzumda hozir xudo xolasa mana. Ramjon akam uzumga olib ketyapti. Videolar hammasi ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa. Ertaroq pishirib berganmi? Nima deysiz? Siz sarsa berdingizmi shunga? Uzumga bo'lmaganda bir haftaga tushiradi, menimcha. O'tgan yili uzumdan tashqari ichgani bodring, pomidorlar ekkan edik. Haligilar ham zo'r bo'lgan-da. Ichib shunaqangi mevani quyib yuborgan, zo'r bo'lgan. Shunga hosildorlikni ko'tarar ekan, zo'r bo'lar ekan.
Sanagilarning mineral o'g'itdan ordan tushyapti, xudo xohlasa mana. Ha, albatta orzu. Kelay qolaga men katta nasoslar bilan qilib qo'yganmiz mana. Katta yo'nqisda 3 tonna narsa. Xudo xohlasa hammasini ko'rsatamiz mana. O'zimiz idish topilmasa ham qilib beraveramiz. Yana 100 litr olib kelib 200 litr bonus qilib beramiz deganmiz, xudo xohlasa va'damizda turamiz. Mana ichkarilarga iloji boricha tiqdi. Endi sizdan yechmay kelishibdi bu safar. Bu safar yechib kelishgan edi. Yaxshi lut ko'rsak hammasini bitta qilib qo'yib qo'yamiz, xudo xohlasa. Ishini o'ringlar o'g'inlar. Foydani yaxshi taraf şeyda. Aldanmaysizlar hech qachon. Aldov yo'q a? Aldov yo'q, hech qanaqa aldov yo'q. Alt taraf qaytadan точно aytsangiz to'g'ri odamlar qiziqishi mumkin. Oq buyuradi. Oq buyuradi ekan. Mana adresi aniq. Mana mashina aniq. Xohlasa men nomerini ko'rsatib qo'yaman. O'zimiz Farg'ona viloyat Bo'yda tumanidamiz. Mana Oltiariqda mashinasi. Bu ham. Necha kilometr ekan? Sizlarmi kilometrini? Bizgacha 70 kilometr. 70 kilometrcha. Ha, men ham Qapchig'ayga borganman. Qapchig'ayda 65 kilometrda. Qapchig'ayga yetadimi yetmaydi? Mayli o'g'il. Chinara. Pastga to'g'ri edi. Salomat bo'ling o'g'illar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shuni o'ringlar. Assalomu alaykum Alisher aka, men Andijondanman. Bu yerimizni mana balgasiga solinmaganlarni qarang, mana maydalarini. Mana endi mayga ozgina oshib qoluvlardi, olib ketuvdim Andijondan. Aka endi buni qarang, solinganlar bitta yo'lda. Buni qarang. Alisher aka. Buni qarang, solinmagani bilan solinganning farqini ko'ring. Alisher aka, buni qarang bo'yini. Mana. Mana. Mana Alisher aka. Mana shu yo'lda oxiri solinmagan. Endi o baqlajonda ko'ring Alisher aka mana. Mana bu yerga solinmagan mana. Mana solinmagan. Mana endi bu yog'ini ko'ring mana solinganlar. Bu yashnab ketganini qarang, katta bo'lib. Alisher aka mana. Toza narsa yenglar, birodarlar mana. Alisher aka bu yerga mana solingan, solinmaganning farqi.